Rivoyat qilishlaricha, yer yuzida suv to'foni tugab, qaytadan hayot boshlanishi paytida Nuh kemasidagi qushlardan birini suvdan xoli bo'lgan quruq joyni topishga jo'natadi. Qush shunday joyni topadi. Nuh kemasi kelib, ana shu joyga langar tashlaydi. U o'g'illaridan biriga shu joyni insonlarning yashashlari uchun obod maskanga aylantirishni buyuradi. Nuhning o'g'li ilohiy qudratini namoyon etib, qum tepalik ustida qal'a bunyod etadi. Qal'ani otasi Nuh boshqargan kemaga monand 4 burchak shaklda tiklaydi. Qal'a avval Som, keyin Hivaq nomi bilan ataladi. 19-asrda yashab o'tgan alloma Xudayberdi Hivaqiy Dili g'aroyib asarida Xorazmning qadimiy shaharlaridan biri Ramil hisoblanadi. U Som ibn Nuh tomonidan qurilgan. Ramil so'zi qumga serob joy ma'nosini anglatadi. Hozir u Hivaq nomi bilan mashhur deb yozadi. Boshqa bir afsonada Zardushtiylik tangrisi Ahramazdaning qizi Ardaxiva otasining taqiqlariga qaramay insonlar orasidan bir yigitni sevib qoladi. U samodan zaminga tushadi. Qum bag'rida qal'a qurtiradi. Qal'a o'rtasida quduq qazdiradi. Yigit bilan shu yerda yashaydi. Bu yerliklar qal'ani va quduqni Ardaxiva nomi bilan atashadi. Keyinchalik shahar Xiva degan nom oladi. Xalq orasida Xiva ilohiy kuchlar tomonidan yaratilgan. Shuning uchun u tabiiy ofatlar, urushlar natijasida qancha talofat ko'rsa ham qaytadan qurilib obod bo'laveradi. U boqiy shahar degan gap yuradi. Bu qadim rivoyatlar shahar tarixini afsonaviy qal'a sifatida dunyo ko'z o'ngida namoyon qiladi. Tarixiy ma'lumotlar Xiva Sharqning eng qadimiy shaharlaridan biri ekanligini isbotladi. Arxeologlar shaharning markazida bir necha metr chuqurlikda qazishma ishlarini olib borishi natijasida olis tarixga oid ko'plab madaniy qatlamlar borligini aniqladilar. Ilk madaniy qatlam eramizdan oldingi 7-6 asrlarga oid ekan. Bu davrda shahar o'rnida odamlar o'troqlasha boshlagan, chorvadorlar, dehqonlar makonlari paydo bo'lgan, istehkomli qal'a tarkib topgan. Ikkinchi madaniy qatlam miloddan avvalgi 4-2 asrlarga mansub bo'lib, qal'a paxsa devor bilan o'rab olingan. Ark, shahriston va rabotlari barpo etilgan. Hunarmandchilik ustaxonalari, savdo rastalari, bozorlar faoliyat yuritgan. 3-qatlam Kushonlar davri bilan bog'liq. U miloddan oldingi 2-asrda vayron bo'lgan shaharda qaytadan hayot boshlanishi bilan belgilanadi. Tangalar, tug'lar, temir buyumlar, sopol idishlar bo'laklari, yozuvlar, turli haykalchalar qoldiqlari bu yerdagi tamaddun izlarini ko'rsatadi. 4-qatlamda milodiy 4-13 asrlar tarixiga doir ashyolar topildi. Bu ashyolar shaharning afrig'iylar, xorazmshohlar davlatlari tarkibida gullab yashnagani, ilm fanda yuksak darajaga erishgani, shaharsozlik kuchaygani, arablar, mo'g'ullar bosqinlari davrida jiddiy talofat ko'rganligidan dalolat beradi. So'nggi qatlam bu Xivaning bugungi kunda saqlanib qolgan tarixiy yodgorliklari taqdiri bilan bog'liq. Tadqiqotlar natijasida shaharning ark, shahriston qismlari, ilm-fan o'choqlari, masjidlar, minoralar, devorlar, darvozalar, umuman Xiva qadim-qadimdan doimo
bir joyda barpo qilinib kelgan qal'a ekanligi aniqlandi. Shahar qadimiy an'analarga amal qilingan holda 3 qism: ark, ichon qal'a va dishon qal'adan iborat tarzda qurilgan. Hukmdorlar arka atrofida ichon qal'a, shahriston mavjud. To'rtburchak shaklda qurilgan bu qal'aning uzunligi 650, eni 450 metrdan iborat. Umumiy maydoni 26 gektarni tashkil etadi. Ichon qal'a atrofida ham alohida mudofaa devori tiklangan. 2.2 kilometrdan iborat bu mudofaa devori poydevorining eni 9-10, balandligi esa 7-8 metrdan oshadi. Devorning pastki qismi mustahkam platforma ustiga to'g'ri holatda tiklangan, yuqori qismi esa burjlardan iborat tarzda bo'rtma aylana shaklda bunyod qilingan. Bu qal'a himoyasi uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Ichon qal'aning 4 ta darvozasi bo'lib, janubdagisi tosh darvoza, shimol qismidagisi bog'cha darvoza, sharqiy tomondagisi polvon darvoza, g'arbda joylashgani ota darvoza nomlari bilan yuritilgan. Bu darvozalar nafaqat shaharliklarning kirib chiqishi uchun xizmat qilgan, balki mashriq va mag'ribdan kelgan karvonlarni qabul qiladigan maskan ham bo'lgan. Ayni paytda ajdodlar me'morchiligining yuksak namunalariga aylangan. Yozma manbalarga ko'ra, ark ichidagi inshootlar ham, ichon qal'adagi imoratlar ham eradan oldingi 5-asrdan to milodiy 19-asrgacha 10 martadan ortiq qayta qurilgan. Demak, hozirgi mavjud yodgorliklar, obidalar ostida olis o'tmish izlari ko'milib yotibdi. Dishon qal'aning qurilishi Xivaning 16-asrdan keyin xonlik poytaxtiga aylanish tarixi bilan bog'liq. Bu davrga kelib shahar kengayganligi sababli avvalgi rabotlar o'rni shahristonga aylanadi. Dishon qal'a atrofiga balandligi 8 metr, uzunligi 6 kilometrdan oshiq mudofaa devori tiklanadi. Manbalarda qayd etilishicha, bu qal'aning 11 ta darvozasi bo'lgan. Endilikda bu darvozalarning 2 tasi devoridan ayrim o'rinlar saqlanib qolgan. Lekin Xiva dunyo tarixida qal'a ichida qal'a barpo etish an'anasini boshlab bergan yagona shahar hisoblanadi. Arklar sharqda barcha mamlakatlar poytaxtlarida barpo etilgan. Biroq shular orasida 2 tasi, Buxoro va Xiva arklari o'zining asl tarixiy ko'rinishida saqlanib, bugungi kungacha yetib kelgan. 5-asr tarixchisi Al-Istaghri Xiva haqida to'xtalib, shahar ichida u yerliklar uni qo'rg'on, ark deb atashadi, deb yozadi. Bu ma'lumot shaharda ark o'sha davrlarda mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Ichon qal'aning hozirgi kungurador baland devor bilan o'ralgan arki 17-asrda qurilgan. Unda xon saroylari, devonxona, yozgi va qishki masjidlar, tanga chiqaradigan zarfxona, qurol aslaha omborlari va boshqa inshootlar barpo qilingan. Bu yerdagi har bir imorat me'morchilik va hunarmandchilikning yuksak namunalari hisoblanadi. Ko'rinish xona deb nomlangan yozgi ayvon koshindan qilingan devoriy naqshlari, g'aroyib bezakli tomi, o'ymakorlik asosida ishlangan ustunlari bilan inson aqlini lol qoldiradi. Shunday holat yozgi masjid bezalishida ham ko'zga tashlanadi. Bularning bari dunyo me'morchiligida noyob hodisa. Arkdagi o'ziga xos inshootlardan biri kuzatuv joyi sanaladi. Bu joy shaharning eng baland nuqtasi. Ulug' alloma Shayx Muxtor Vali Oq Shayx buva tiklatgan tepalik ustida joylashgan.
Kuzatuv joyidan Ichon va Dishon qal'aning barcha nuqtalari ko'rinib turadi. 1838-yilda Xivada Ichon qal'aning sharqiy qismida yangi ark, tosh hovli barpo etiladi. Natijada hukmdorlar qarorgohlari ko'hna va yangi ark nomlari bilan ataladi. Yangi arkdagi 136 ta xona, 8 ta ayvon, bir nechta saroylar kattaligi, qurilish, bezalish ko'lami, g'aroyib naqshlarga boyligi jihatidan ko'hna arkdan qolishmaydi. Unda ham ajdodlarimizning yuksak bunyodkorliklari ifodasini topgan. Xiva mana shu go'zal, muhtasham qarorgohlar natijasida sharqda 2 arkli shahar sifatida mashhur bo'ldi. Xivada tarixiy inshootlar, yodgorliklar nihoyatda ko'p. Shular orasida eng qadimiysi Juma masjidi sanaladi. U shahardagi 100 dan ortiq masjidlarning eng kattasi hisoblanadi. Masjid 9-asr oxirlari, 10-asr boshlarida qurilgan. Bu ma'lumotni o'sha davrda yurtimizga kelgan arab sayyohlari Al-Istaxri va Al-Mahdisi ham asarlarida yozib qoldirganlar. Masjid tabiiy ofatlar va urushlar natijasida bir necha bor buzilib, qayta ta'mirlangan. Uning hozirgi ko'rinishdagi ta'miri 1788-yilda amalga oshirilgan. Balandligi 5 metrga yetadigan, sahni 2,5 gektardan oshiq yerni tashkil etadigan bu yirik inshootning tomini 212 ta ustun ko'tarib turadi. Bu ustunlarning har biri o'z tarixiga ega. Shulardan 25 tasi 10-14 asrlar oralig'ida yasalgan. Yana 4 tasi esa 9-10 asrlarga mansub bo'lib, faqih Abul Fazl Muhammad Laysi amriga ko'ra olib kelib o'rnatilgan. Ustunlarning hammasi Sharqda mashhur Xorazm hunarmandchilik maktabi an'analari asosida yaratilgan. Bezaklar, naqshlar, arabiy bitiklar ustunlarni yog'och o'ymakorligining betakror namunasiga aylantirgan. Umuman, masjid kattaligi, yopiq usulda qurilishi, go'zalligi, qadimiyligi bilan islom olamida yagona hisoblanadi. Ichon qal'aning tarixiy arxitektura yodgorliklari orasida eng muhtashami va ulug'vori Pahlavon Mahmud maqbara majmuasidir. Majmua qal'aning markazida joylashgan. Uning 25 metrlik lojuvard gumbazi chor atrofdan yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Majmuadagi inshootlar 14-19 asrlar oralig'ida bunyod etilgan. Dastlab bu yerdagi hujraga, o'z uyiga javonmardlik oqimining yirik vakili, otashin shoir, kuragi yerga tegmagan kurashchi Pahlavon Mahmud vasiyatiga ko'ra dafn etiladi. 19-asrga kelib uning qabri, maqbarasi, xilxonasi atrofidagi xonalar obod qilinadi. Qabr ham, xonalar devorlari ham sopol koshinlar, gireh bezaklar, geometrik naqshlar bilan bezaladi. Xonalar devorlariga shoirning ruboiylaridan namunalar bitiladi. Maqbara ichida Xiva xonlarining xilxonalari ham paydo bo'ladi. Shu tariqa 5 asr davomida bunyod etilgan bu maqbara xalqimizning muqaddas qadamjosiga aylandi. Xiva dunyo tamadduniga Muhammad al-Xorazmi, Najmuddin Kubro, Abu Abdulloh Xorazmi, Shihobuddin Xivaqi, Pahlavon Mahmud, Sher Muhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahi, Komil Xorazmi va yana ko'plab allomalarni yetkazib bergan shahar hisoblanadi.
Bu yerda ilm ma'rifat qadimdan yuksak qadrlangan. Shuning uchun arab muarrixi Ibn Arabshoh Xorazm shaharlari fozil kishilar jam bo'ladigan, ulamolar manzil tutadigan, zariflar va shoirlar makoni, adib va ulug' kishilar chashmasi deb e'tirof etadi. Bu shaharda madrasalar 9-10 asrlardan bunyod etila boshlangan. Dunyoviy fanlarni o'qitishga alohida e'tibor berilgan. 12-asrda Shihobiddin Xivaqiyning 400 ming nusxada qo'lyozma kitoblariga ega bo'lgan kutubxonasi Sharqda mashhur bo'lgan. Shaharning bugungi kunda saqlanib qolgan madrasalari 17-asrdan keyin qurila boshlangan. Xiva tarixchisi, naqqosh usta Abdulla Boltayevning ma'lumotlariga ko'ra, 20-asr boshlarida Xiva xonligida 130 ga yaqin madrasa faoliyat ko'rsatgan. Shuning 70 dan oshig'i Xiva shahrida bo'lgan. Unda 10 mingdan ortiq tolibi ilmlar ta'lim olishgan. Xivadagi Sherg'ozixon, Alloqulixon, Muhammad Aminxon, Muhammad Rahimxon, Islomxo'ja, Qutlimurod Inoq nomlari bilan atalgan madrasalar nafaqat xonlikda, Sharq mamlakatlarida ham yetakchi ilm dargohlari hisoblangan. Bu madrasalar qurilishi, tarixi, ko'rinishi, bezalishi va boshqa jihatlari bilan biri ikkinchisini takrorlamaydi. Bu esa shaharda me'morchilik nihoyatda rivoj topganligidan dalolat beradi. Afsuski, shaharning 70 dan oshiq madrasalaridan endilikda 33 tasi noyob obidalar sifatida saqlanib qolgan xolos. Osmono'par minoralar ham me'moriy san'atning ajoyib durdonalari hisoblanadi. Shu ma'noda Xiva tarixiy asarlarda minoralar shahri deb e'tirof etilgan. Yozma manbalarning guvohlik berishicha, 19-asr oxirlarida shaharda 80 dan oshiq minora bo'lgan. Bugungi kunda shulardan 11 tasi bor xolos. Ichon qal'adagi eng qadimiy minoralardan biri Juma masjid yonidagi 10-asrda qurilgan minora sanaladi. Eng katta va yuksagi Muhammad Aminxon madrasasi yaqinidagi minora bo'lishi mo'ljallangan. 1853-yilda Xiva hukmdori Muhammad Aminxon tomonidan barpo etila boshlangan bu minora qurilishi 1855-yilda xon o'limidan keyin to'xtatilgan. Poydevori 14,5 metrdan, balandligi 29 metrdan iborat bu minora xalq orasida Kalta minor, Ko'k minor nomlari bilan mashhur. Islomxo'ja minorasi esa shahardagi eng ko'rkam, baland, naqshinkor minora hisoblanadi. Oq, ko'k, yashil koshinlar, bo'rtma va o'yma naqshlar bilan bezatilgan bu minoraga monandi islom olamida yo'q. Uning balandligi 57 metrdan oshadi. Tepasiga 120 ta pilla poya bilan chiqiladi. Kalta minor va Islomxo'ja minorasi endilikda Xivaning timsoliga aylangan. Minoralar Sharq shaharlarida azon aytiladigan mezana, tevarak atrofni kuzatish inshooti bo'lish bilan birga xalqning qalban yuksakligini, ulug'vorligi, qudratini namoyon etuvchi yodgorlik sifatida ham bunyod etilgan. Xivada hunarmandchilik eramizdan oldingi 5-4 asrlarda vujudga kelgan. Oradan o'tgan 2,5 ming yillik tarix davomida uning bir necha o'nlab yangi turlari paydo bo'ldi va rivojlandi. Asrlar davomida bu yerda xalq amaliy san'ati, badiiy hunarmandchilik, kulolchilik, ganchga ishlov berish, yog'och, mis, marmar o'ymakorligi, duradgorlik, misgarlik, zargarlik,
kandakorlik sohalarida yuksak san'at namunalari yaratildi. Gilamdozlik, kashtachilik, to'qimachilik, chitga gul bosish va boshqa sohalarda o'z davrining yetuk hunarmandlari yetishib chiqdilar. Shaharda endilikda ajdodlarning hunarmandchilik sohalaridagi eng yaxshi an'analarini avlodlar davom ettirmoqdalar. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin Xiva shahridagi tarixiy boyliklarni, madaniy merosni asrab qolishga katta e'tibor berildi. Avvalo, shaharning Ichon qal'a qismi Xalqaro UNESCO tashkilotining qarori bilan jahon madaniy meroslari ro'yxatiga kiritildi. Bu muzey shahardagi 140 dan ortiq arxeologik yodgorliklar va me'moriy obidalar qayta qurilib, ta'mirlanib, asl tarixiy ko'rinishida tiklandi. Shahar o'tmishi bilan bog'liq tarixiy boyliklar uning bag'riga qaytarildi. Ajdodlar merosini ilmiy tadqiq etish ishlari boshlandi. Muzey qo'riqxonada 60 mingdan ziyod nodir eksponatlar to'plandi. 1997-yilda Xiva shahrining hayotida unutilmas voqea ro'y berdi. Respublikamiz prezidenti va Xalqaro UNESCO tashkilotining qarorlari bilan Xiva shahrining 2500 yilligi dunyo miqyosida keng nishonlandi. Shaharning insoniyat tarixiy taraqqiyoti va dunyo tamaddunidagi o'rniga yuksak baho berildi. Shu yili Prezident Islom Karimov farmoni bilan Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi qayta tiklandi. 2006-yilda esa Xivada yana bir ulug' bayram Xorazm Ma'mun akademiyasi tashkil etilganligining 1000 yilligi UNESCO tashkiloti bilan hamkorlikda bayram qilindi. Xalqaro miqyosda o'tgan bu tantana buyuk allomalarning jahon ilm-fani taraqqiyotiga qo'shgan hissalarining e'tirofi edi. Qadimiy Xiva o'zining bugungi tarixida ana shunday unutilmas voqealarning guvohi bo'ldi. Xiva tarix bag'ridagi mo'jizalar shahri. Bu mo'jizalar shahardagi niyli gumbazlar, osmono'par minoralar, naqshinkor yodgorliklar, serjilo obidalarning har birida ko'zga tashlanadi. Hayot davom etadi. Vaqt otliq hakam uni o'lchab boraveradi. Endilikda ajdodlar tomonidan yaratilgan boyliklarga avlodlarning ham ijodkorliklari muhrlanmoqda. Bu ham bir mo'jiza. Dunyoda o'z bag'rida olis o'tmish izlari namunalarini, qadimiy yodgorliklari, obidalaridan ayrimlarini saqlab qolgan tarixiy shaharlar ko'p. Lekin yer yuzida hech bir shahar Xiva kabi o'rta asrlarga xos qiyofasini, shaharsozlik ko'rinishini yaxlit bir joyda to'la va mukammal darajada saqlab qola olgan emas. Bu boqiy shaharning g'aroyib mo'jizasi hisoblanadi.